Bugun sizlarga ovsyanik kashani vashi yetimchasini tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga bitta banan, ikkita olma kerak bo'ladi. Mevalarimizni yaxshilab yuvib, suvga solib, muz solib qo'ysak, mevalar o'zini yaxshi tiklab turadi. Undan keyin tefalga suv qo'yamiz va 1 stakan ovsyankaga 2 stakan qaynagan suv qo'shamiz. Keyin 10 daqiqaga uni qo'yib qo'yamiz. Ungacha biz mevalarimizni yaxshilab to'g'rab olamiz. Ya'ni olmalarimizni xohlasanglar somoncha, xohlasanglar kubik qilib mayda qilib yaxshilab to'g'rab olamiz. To'g'ralgan olmalarimizni ovsyanik kashamiz ustiga solamiz va gazga qo'yamiz. 1 qoshiq tuz va 4 qoshiq shakar solamiz. Undan keyin 1 stakan yoki 1,5 stakan sut qo'yib qaynaguncha kutamiz. Tepasiga slivishni solib qopqog'ini yopib qo'yasizlar. Kashamiz qaynaguncha bananimizni chiroyli qilib to'g'rab, orada aralashtirib turamiz va undan keyin ozgina asal va qiyom solib kashamiz ustini yopib qo'yamiz. Tepasiga slivishni yana qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi. Undan keyin kashamizni ochib, yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Sababi solgan masalliqlarimiz yaxshilab aralashib ketishi. Undan keyin mana tarelkaga solganinglarda tepasiga to'g'ragan olmamiz va bananimizni solib, ustidan yana ozgina qiyom qo'yib yuborsak, bu retseptni ikkalanglar ham saqlanib qo'yib, erga tegsang kerak bo'ladi. Sen va birinchida turgan dugoningga shuni jo'natib qo'y. Sassiq.